Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Mavardi rahmetullahi aleyhniki Edebuddin ve Dünya namlı kitabıdaki dersimizde biz bugün İmam Mavardi rahmetullahi aleyhniki özüniki kitabını başlayan dersiniki kitabıniki asaslık mezmununa kirip kettik. Bismillahirrahmanirrahim. Bizgi Şeyh Edip Ebu Şuca Faris ibn Hüseyin Suhruverdi raziyallahu anhu şu kitabını şu adamga okuş arqılık xilofat makoni bo'lgan Raisur Ru'asa masjidida o'qigan edim. Bu taxminan 486-yilning oxir edi. Bu odam mundaq dedi: bu kitob Qozil Quzzat Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Mawardi rahmatulloh alayhiga tanishtirilgan. Jami masjidida Vasit degan shahar, Vasitmi hozirgi Iroqda. Men shu vaqtda hozir anglab bo'lgandim. Bu 421-yillari ning oylari edi dedi. Va u odamga deyilganda mana mush kitobda kitobda mundaq degan bitingiz. Endi ma kitobni Imom Mavardidan anglagan odam o'zining yana bir shogirdiga o'qib turayotgan yoki u shogirdi ustoziga tanishtirayotgan bir holatni bildiryapti bu yerda. Demak, hamda hozir maktabning hozirgi rivoyati Imom Mavardiniki navri shogirdidan bizga yetib kelgan bo'ladi. Undaqda xo'sh, İmam Mavardi rahmetullahi aleyhi nim deydi? Kitobniki xutbasida muqaddimsida Elhamdülillahi zit-tavli vel ala ve sallallahu ala seyyidina Muhammed xatimar rusuli vel enbiya ve ala alihi ve sahabetihil etqiya. Bu İmam Mavardi rahmetullahi aleyhiniki mübarek ibaretleri, sözleri. Xo'sh, bu adam hem de bir yerde şunaq deydi: faziletlik, kudretlik Allah subhanahu ve ta'alaga zor hamdüler bolsun. Ve Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamga, bütün peygamber ve elçilerinin en ahirkisi bolgan Peygamber aleyhissalatu vesselamga Allah'ın rahmeti bolsun. Ve şundaqla Resulullah aile tavabatıga ve takvadar söyümlük sahabelerine Allah'ın rahmeti bolsun dedi. Xo'sh, endi asas gap kelsak, har qanday bir arzu maqsadniki ulug'ligi yoki shon shavkati natijasiniki sharafiga bog'liq bo'ldi. Uning natijasi qanchalik yuksak bo'lsa, shu ishni istagan arzu umidning sharafi shunda ulug' bo'ladi. Har qanday ishning kattaligi manfaatining ko'p va molligi bilan ifodalanadi. Shu ishniki manfaatining qanchalik bo'lishi qarab, shuningga bo'lgan inoyat, ko'ngil bilish texmi ziyod bo'ladi yoki oshadi. Undaqda qanchalik ehtimom ko'ngil bo'lganga qadar uning natijasini biz shunchalik yoki mevasini biz shunchalik ola olamiz. Ya'ni ixlos qarta mevasini ola olamiz. Endi bu yerda butun umum ishlarning eng kattasi va qadr qimmati nihoyat zo'r bo'lgan, onunki foyda manfaati ajoyib zo'r bo'lgan ishlarning qatorida din va dunyoning ishlari, diniy va dunyoviy masalalar tuz siziq kiralisa, shu orqali din va dunyo mashg'ulotlari mukammallik qarab yuzlanalisa yoki mukammal bo'lsa, shu qilmoqchi bo'lgan ish eng go'zal ishdir. Va oxiratning va dunyoninki yaxshiligi kundan kunga nizomga tushsa, sistemaga tushsa, mana shu ish eng manfaatli ishdir. Chunki dinimiz to'g'ri bo'lgan vaqtida ibodatimiz durust bo'ladi. Dunyoligimiz yaxshilansa yoki dunyoligimiz to'g'ri durust yo'l bilan yaxshilansa, buningda baxt saodat texmi amal elishadi. Bu kitob orqali shu din dunyoniki adab qoida usullariga bir ko'rsatma berishni maqsad qilib qoldim. Va shundaqla din dunyoga munosabatlik nurg'un masalalarni texmi oydinlashtirishni niyat qildim. Hamda ikki ishni asos qilib turibdi. Biri ixcham, biri niyat oddiy. Demakchi o'g'lim, shu kitobda men bir ixcham yozma, yana oddiy tilda yozma demakda. Bu kitobda faqihlarning tahqiqlarini, adiblarning nozik güzel tillerini işletimen ve şundaqla tushunish qiyin bo'lmaydigan ve shuning bilan birga ma'nolari tutuq bo'lib qolmaslik uchun Alloh subhanahu va taolaning kitobi Qur'oni Karimdan munosabatlik mazmunlarni, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlardan Qur'onga munosib kelgan taraflarni dalil sifatida qo'llanaman. Andan buningga ergashtirib
ba'zi hakim donishmandlarniki masalalarini yozaman va fasohat ahliniki adib tamsillaridan yoki talqinlaridan bu yerga misol olaman. Shoirlarning so'zlarini dalishib tutib qo'llanaman. Chunki qalb xilma-xil pallarga bir xil rohat tuyg'usi bilan qaraydi. Yani birlam pan ulab qolsa zerikib qoladi. Haqiqatan Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu shundoq degan. Qalbmi odamning badani zerikkanga o'xshash zerikadigan avval bo'ladi. Shuning uchun bu qalbga turli go'zal va yoki qiziqarli hikmatlarni ancha-muncha berib turinglar degan. Xuddi mana shu uslub ma'lum holatdan ma'lum holatga yoki ma'lum o'rindan ma'lum o'ringa yetkilishni yaxshi ko'rgan uslubga o'xshash. Bundan demakchi bo'lgan odammi birdan bu yerga bag'ini yaxshi ko'rdi, birdan suv bo'yiga, birdan etiz bo'yiga, birdan bozorga degandek. Ba'zi shavqinni xohlaydi, birda rohatlikni xohlaydi. İnsanın qalbimi badanga o'xshaydi demak. Ma'mun rahmatullohi alayhi, Ma'mun Abbosiy xalifalarningki biri, dangli xalifa. Bu adam o'zidimi ko'p birdan u yoqqa birdan bu yoqqa yetkilib yuradi ekanda. Abil Atahiyya degan shoirniki mono sözünü yoki she'rini dikilmasya. Adamning nafsi zirkishlik his qilgan vaqtida cho'qin bir holatdan bir holatga o'zgarib turish kerak. Davomli bir xil holatda tuzu bo'lmaydi deb bu she'rni o'qigan ekan. Bu Ma'munniki hayotdagi tutgan yo'li uslub ekanda. Imom Mavardi rahmatullohi alayhi shunday deydi. Bu kitobni men 5 bobga 5 bölümge böldüm. Birinci bab aqlning fazilati va havoyi havasga ergishish yoki havoyi havasni tanqidlash haqida to'xtaldim. İkinci babda ilmniki adab axloqiy qoidalari haqida to'xtaldim. Üçüncü babda dinning adab axloqlari qoidalari haqida to'xtaldim. To'rtinchi babda dunyoga munosabatlik adab qoida usullari haqida to'xtaldim. Beshinchi babda nafs bu yerda bek cho'nqur atalg'u, bu tushunmak tez bo'lgan, o'zi oddiydek bo'lgan bilan tushunmak bek tez bo'lgan atalg'u. Nafsning adab axloq haqida to'xtaldim. Men oxirida Alloh subhanahu va taoladan bir yordam berishini so'rayman. Shundaqla o'ziniki qudrat va fazli bilan bana bergan shu iqtidor fazlini davomli menga bir muhofazat qilib saqlab turishni Alloh subhanahu va taolaga omonat qo'yman. Va shundaqla u Alloh taolo davomli menga yordam beruvchi, meni faqat muhofiz qiluvchidir va Allohga tavakkul qildim deb bu kitobniki bosh tarafini mushtaq boshladi. Biz atlik darsimizda Alloh xolisa aqlning fazilati va havoyi havas haqida to'xtalamiz. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.